Dada, duo qiling, shigit ekanni, majlisim bor edi. Mollar suv berdingmi? Dada, shoshilayotganimda majlisim bor. Duo qiling. Birinchi mollar suv bersang, keyin ketasan. Shu kerakmidi? Ash daraxtlar shoxini qisqartirib, yo'llar asfalt qilish kerak. Bo'ldi, qilaman. Endi bacha mana shu yerni tozalab, yerlarni ag'darish kerak. Hokimxonni man qilaman. Esa men qilamanmi? Alo. Alo. Dada, Tez ketam mollarga suv ket. dada, majlisim bor meni. Chumliklarda. Hozirdan telefon qildi. Majlisim bor, iloga bor, molga suv berdim. Kimsan? Ha, o'g'lingizni haydovchisiman. Ha, o'g'lingiz jo'nadi. Nimaga kelding? Ha, mollarga suv berish kerak-a? Yo'q, o'zga. Amaki,